Parapraktit bu to'g'ri ichak atrofidagi yog' to'qimasining yiringli yallig'lanishi, ya'ni axlat chiqadigan anusda atrofida qizarish, shish paydo bo'ladi. Bu mahalliy temperatura va og'riq bilan yuzaga keladi. Ya'ni yog' to'qimasi yiringligi qizarib ishib chiqadi. Xuddi absesga o'xshaydi. Bu parapraktit kasalligi deb ataladi va xalq orasida hozirgi kunda juda ham ko'p uchraydigan kasalliklar qatorasiga kirgan. Statistik ma'lumotlarimizga qaraganda, bizni kuzatuvchilarning 90% bizga podpiska bo'lmasdan kuzatib borar ekan. Siz albatta bizga obuna bo'ling. Shunda proktologik sog'lig'ingiz to'g'risidagi eng oxirgi va eng aniq ma'lumotlarga birinchi bo'lib ega bo'lasiz. Parapraktit joylashgan joyiga qarab turib bir nechta turlarga bo'linadi. Masalan, teri osti parapraktiti, shilliq osti, isharektal, ilerektal, pervorektal kabi turlari mavjud. Parapraktitni paydo bo'lish sabablari juda ham ko'p. Og'ir yuk ko'tarish, ko'p o'tirish, zaxda, namda ko'p yurish va stress faktorlari va to'g'ri ichak atrofidagi, ya'ni ichkarida, anusda ichidagi zubatiy zonani atrofidagi shilliq qavatda jarohati natijasida bu kasallik yuzaga kelib chiqadi. Sababi poralar bo'ladi. Ya'ni poralar o'zidan shilimshiq modda ishlab chiqaradi. Travmaning natijasida yoki stressning natijasida poramiz ochilib, ichidagi suyuqlik chiqargandan keyin bu yopilish kerak. Yopilolmay qoladi. Yopilolmaslik natijasida buni ichiga axlat kirib, o'z-o'zidan yog' to'qimasi pastda bo'lganligi uchun yiringlash prosessi kuchayib ketadi va parapraktit shakllanadi. Parapraktit kasalligining eng og'ir asorati bu bemorni sepsisga tushirib, sepsisk shok va o'lim holatiga olib kelishi mumkin. Sababi yiringli proses organizmda mavjud. Agar biz o'z vaqtida buni bartaraf qilmasak, ya'ni xalqqa tushunarli tilda gapiradigan bo'lsak, infeksiya qonga o'tib ketib qoladi va bu bemorning hayotiga nuqta qo'yishi mumkin. Parapraktitni yiringli jarroh va proktolog davolaydi. Parapraktit bilan kasallangan bemor birinchi o'rinda shifokorga murojaat qiladi. Shifokor qizarish, shishni ko'radi. Birinchi etap operatsiya ochib qo'yadi. Ochilgandan keyin gnoy tashqariga chiqadi va kasallik rivojlanishdan to'xtaydi. Endi kasalligimizning taqdiri ikki xil ko'rinishda kechadi. Birinchi taqdir, ya'ni o'z-o'zidan sog'ayib ketadi. Ya'ni ochilgan jarohat ichkaridan to'liq bitib, bu yerda hech qanaqangi sevishoy xod shakllanmaydi. Bu 100 ta odamdan 15 tasida uchraydi. Endi ikkinchi taqdiri mavjud. Bunda svish kasalligi paydo bo'ladi. Ya'ni biz ochgan joyimiz yoki parapraktit o'z-o'zidan yorilib ketishi ham mumkin. Ya'ni o'z-o'zidan yorilish natijasida yuzaga kelgan teshik va ichakda ichidagi birinchi kirgan infeksiyani teshikni o'rtasida xod paydo bo'lib qoladi. Betdan chiqishi mumkin suyuq axlat, gaz chiqishi mumkin, gnoy chiqishi mumkin, qon chiqishi mumkin va turli xil to'g'ri ichakda, ya'ni ichki qismida, ampulla qismida yig'ilgan saqlamalar tashqariga chiqishi mumkin. Bu svish deb ataladi. Bu 100 ta bemordan 85 tasida uchraydi. Demak, parapraktit sog'ayib 100% yaxshi bo'lib ketishi mumkin yoki parapraktit svish kasalligiga o'tib ketishi mumkin. 10 yillik faoliyatim davomida juda ham ko'p parapraktit va svish kasalligi bilan kasallangan bemorlarda jarrohlik amaliyotini o'tkazdim. Shunday xulosaga keldimki, bir xil bemorlarimiz bor. Svish kasalligi bilan 10 yil, 15 yil yurib, keyin shifokorga murojaat qiladi. Keyin biz operatsiya qilamiz. Bu svishda ekstra sfintr ko'rinishi 4-darajasi, eng og'ir darajasida bo'ladi. Operatsiya qilib, svishoy xodni olib tashlaymiz. Keyin bemor jarohati to'liq bitgandan keyin, oradan 1 oy yoki 2 oy o'tgandan keyin bizga murojaat qiladi. Nimagadir suyuq axlatni va gazni ushlolmayapti. Bu kasallikda asorati, ya'ni svishni biz to'liq olib tashlaganimizdan keyin jarohat bitadi. Teri-teriga bitgani bilan buni tagidagi nerv kelmaydi bir-biriga. Bunga yillar kerak bo'ladi. Bu vaqt oralig'ida bemor suyuq axlat bilan gazni vaqtinchalik ushlolmay turadi. Sekin-sekinlik bilan nerv o'sadi. Faqat periferiyadagi va bir-biriga yuzlangandan keyin suyuq axlatni va gazni ushlash xususiyati tiklanadi. Demak, svish kasalligi bilan kasallangan bemorlar periferiyadagi va bir-biriga yuzlangandan keyin suyuq axlatni va gazni ushlash xususiyati tiklanadi. Demak, svish kasalligi bilan kasallangan bemorlarga bir iltimosimiz bor. O'z vaqtida shifokorga murojaat qiling. Shunda kasalligingizda asoratini ancha yengil darajada bartaraf qilgan bo'lasiz. Agar siz bizga shu kasallik bo'yicha murojaat qiladigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda biz sizni konsultatsiyada, ya'ni bemor bilan suhbat jarayonini amalga oshiramiz. Shikoyatingizni to'liq yig'ib chiqamiz. Keyin perrektum osmotr qilamiz va osmotr qilib kasallikka aniq tashxis qo'yamiz. Aniq tashxis natijasida bemorga ikki xil jarrohlik amaliyotini tavsiya qila olamiz. Ya'ni hozirgi kundagi zamonaviy lazer texnologiyasi bo'yicha svish operatsiyasini taklif qilishimiz mumkin. Lekin buni bitta kamchiligi bor, qaytalanish darajasi biroz yuqori. To'g'ri, sfintr kesilmaydi, lekin jarohat qaytalanishi mumkin. Ya'ni svish olingandan keyin ham, ya'ni xod kuydirilgandan keyin ham to'liq kuydira olmaslik natijasida, bu inson faktori natijasida bo'ladi.
qaytarilib qolishi mumkin. Endi ikkinchi yo'limiz bor. Elektrokoagulyator yordamida svishni butunlay olib tashlash. Bunda kasallik 100% qaytalanmaydi. Ya'ni kasallikka nuqta qo'yiladi. Lekin o'sha aytganimizdek, svishovoy xuddi bartaraf qilish jarayonida biz ma'lum bir darajada sfinkterda jarohatlaymiz. Bemorda ma'lum bir vaqt suyuq axlat va gazda ushlanmaslik darajasi yuzaga keladi. Bu albatta vaqtinchalik. Albatta bemor bu kasalligidan butunlay xalos bo'ladi. Bemor shifoxonada 2 kun davomida yotadi. Keyin uyga bipska qilamiz. Bir hafta 10 kunda bir qayta osmotr bo'ladi. Ya'ni qayta ko'rik bo'ladi. Viloyatda yoki qo'shni respublikadagi bemorlar bo'lsa, turar joy hududidagi shifokor orqali biz onlayn konsultatsiya, ya'ni onlayn aloqa qilib bemorni nazorat qilib turamiz. To'liq 1-1,5 oyda bemorimiz bu kasallikdan butunlay qutuladi va bemor kasalligini qo'pol qilib aytganda bizni klinikaga tashlab sog'lom holatda uyga qaytadi. Proktologik sog'lig'ingiz bo'yicha qanaqadir muammongiz bo'lsa va albatta bu muammolar to'g'risida turli xil savollar sizga tug'iladi. Bu savollarga aniq va to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun izohlarda yozib qoldiring, biz o'z vaqtida javob beramiz. Keyingi videolarimizda qaysi proktologik kasallik to'g'risida bo'lishni xohlasangiz, albatta shu kasallikni ham yozib qoldiring. O'sha kasallik bo'yicha chiroyli bir video tayyorlaymiz. Bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.